barcha YouTube kanalimni kuzatuvchilariga assalomu alaykum azizlar. Bugun juda ham oson, tez tayyor bo'ladigan va u darajada murakkab masalliqlar kerak bo'lmaydigan, uyingizda topiladigan oddiy masalliqlardan tayyor bo'ladigan PP brownie tayyorlaymiz. Bu brownie kletchatkaga boy bo'lish bilan birgalikda umuman semirtirmaydi. Qancha iste'mol qilsangiz shuncha foydali. Agar tayyor bo'lsangiz va izohda keltirilgan barcha masalliqlar uyingizda bo'lsa, birgalikda pishiramiz. Bu shirinlikni o'zim ham uyda tez tayyorlab turaman, chunki u uglevodlardan xoli. Demak, ishimizni boshlaymiz. 120 gram so'li yormasi, ya'ni ovsyankaga 220 gram qaynoq sut solamiz. So'li yormasi yumshashi uchun 15 daqiqaga olib qo'yamiz. Undan so'ng ushbu masalliqqa 40 gram kakao, 2 dona tuxum, 2 dona yaxshi pishgan ship-shirin banan solamiz, chunki bananingiz qancha shirin bo'lsa, shuncha sahr zaminitel kamroq solishingizga to'g'ri keladi. Bu esa yaxshi. 5 gram razriqlitel, 3-4 qoshiq sahr zaminitel, ya'ni stevia va birozgina vanilin solib, bir xil massa bo'lguncha blenderda yaxshilab ezamiz, maydalaymiz. Agar sizda blender emas, chopper bo'lsa, unda ham maydalasangiz bo'ladi. Faqatgina bir xil massa bo'lguncha aylantirishingiz lozim, chunki pishganida qumoq bo'lib qolmasligi uchun. Yaxshilab blenderlaganingizdan so'ng masalliq xuddi shunday ko'rinishda bo'lishi kerak, ya'ni suyuqligi. Masallig'imiz tayyor bo'ldi. Endi xohlagan qolipingizni yog'laysiz yoki pergament qog'oz bo'lsa, pergament qog'oz solib masalliqni quyasiz va albatta 180 darajada qizdirilgan gaz pechiga 40-45 daqiqaga qo'yasiz. Bu sizning gaz pechingizni qay darajada yaxshi pishirishiga bog'liq. Gaz pechiga qo'yganingizdan so'ng 20 daqiqada biroz PP desert qotadi va shu payt olib ustiga yong'oq sepishingiz kerak. Nega boshida sepmadim? Boisi boshida sepsangiz yong'oqlar ichiga cho'kib ketadi. Bizga esa yong'oq ustida chiroyli bo'lib, bezak berib ham foydali bo'lib turishi kerak. Ichiga cho'kib ketsa u nam tortib qoladi va yeganingizda sizga u darajada yoqmasligi mumkin. Yong'oqlarni sepib bo'lganimizdan so'ng desertimizni oxirgacha pishirib olamiz, ya'ni gaz pechiga qo'yamiz. Ko'rinishi juda ham chiroyli, mazasi esa og'izda qoladigan, foydali jihati juda ham ko'p bo'lgan, umuman semirtirmaydigan PP desertimiz tayyor. Ko'zni yana ham quvnatishi uchun ustiga eritilgan shokolad solamiz. Men odatda qora shokoladdan foydalanaman, ya'ni kakaosi 70% dan yuqori bo'lishi kerak. Shundagina u foydali bo'ladi. Mana azizlar, ko'rib turganingizdek juda ham oson tayyor bo'ladigan va uydagi bor mahsulotlardan pishirsa bo'ladigan PP brownie'miz tayyor bo'ldi. O'zimiz ham yeb ko'ramiz, dasturxonga tortamiz va yerliklarga ham ulashib qo'yamiz. Hurmati bilan Qunduzxon Abdullayeva. Desert yoqqan bo'lsa, like va izohlarda fikringizni kutaman.